Erkak kishilar 3 xil bo'ladi. Xuddi shunday xotinlar ham 3 xil bo'ladi. Ayollarda birinchi turi. Hamratun afifatun muslimatun layyinatun wadudatun walud. Tu'inu ahlaha ala ad-dahr. Birinchi ayol iffatlik, hayolik, muslima, itoatkor, muloyim, eriga muhabbatli, tug'uvchi ayol. Bunday ayol erini hayotda mashaqqatlarini yengishligiga yordam beradi. Boriga sabr qiladi, yo'g'iga shukr qiladi, Allohga hamd aytadi, erini Allohni rozi qiladigan yo'lga yurishga intiladi. Zamonni erini yengib qo'yishligiga zamonga yordam bermaydi. Mana qanaqa berasiz? Moda bo'lyapti ekan. Mana narsa qilish kerak ekan. Bunada qilar oz deydi Umar ibn Hattob. Ikkinchi toifa ayollar idish bo'lgan ayol deydi. Ikkinchi ayol faqat tug'adigan ayol deydi. Boshqa hech qanday fazilati yo'q. Tug'ib beradi bo'ldi. Boshqa hech qanday undan ko'radigan fazilatingiz yo'q. Uchinchisi deydi. Uchinchisi axloqi yomon. Mahri qimmat baland. Eriga muhabbatsiz, bo'yinga ilingan zanjir deydi. Alloh xohlagan bandasini bo'yniga bunaqa zanjirni ilib qo'yadi, xohlagan bandasidan bunaqa zanjirni olib tashlaydi. Eriga muhabbati yo'q, hayosi yo'q, mahri baland, axloqi buzuq bo'lgan ayol deydi. Mana birinchi ayolda eshitdik. Demak, eriga muhabbatlik, muloyim, iffatli, ibodatlik zamonda erini sindirib qo'yishligiga yo'l qo'ymaydi, yordam berib. Sahobalar ayollar shunaqa bo'lishgan. Ular nima der edi? Eri ishga chiqib ketsa, falonchining bolasi biz dunyoda issiq sovug'iga, bori yo'g'iga, ochlik to'qlikka nima qilamiz? Sabr qilamiz. Lekin oxiratda azobiga chidamaymiz. Bizga top kelayotgan rizqni halol bo'lishigini harakatida bo'ling. Endi bunaqa bir yo'llanma bilan ko'chaga chiqayotgan er qanday qilib Allohdan taqvo qilmaydi? Endi bizgilarni olaylik. Mana ro'yxat. Mana spiska. Shuna qilmasak bo'lmas ekan. Hozir mana qilish urf bo'libdi. Mana qilmasangiz bo'lmas ekan. Nimaga bizni ayollarimiz ana shu sahobalar ayollardaqa taqvoga, ibodatga yoki boshqa narsaga buyurmaydi? Hamma xohlaydi shunaqa ayolda egasi bo'lishlikni. Ular sahobalar ayollari. Bular biz ayollarimiz. Biz o'zimiz qanaqa bo'lsak, aqlimiz ham shunaqa bo'ladi. Ko'chadan kelib turib falonchining mingan mashinasini, falonchi solgan uyini gapirsak, ulardan ham shu narsa bo'ladi. Ularga tarbiya bermasdan televizor oldiga 24 soat o'tkazib qo'ygan bo'lsak, qanaqa bo'lsin? O'zimiz ekkan